Sizlar tayyormisizlar aksiyaga? O'zi ham qattiq aksiya bo'lyapti. Ilhomjon, buni ochib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Odamlar ichi qizib ketadi. Nima bor? Nimani ochyapti? Nimani aksiya qilmoqchi deb ichi qizib ketadi. Bu onasini emsin. Kobul tabrisovka deysiz. Aytmaslik kerak-da. Buni ochib keyin ko'rsa bo'ladi. Cobalt, Eris ablisopkalari hamma biladi. Hozir ham даже qayerlarda bir 200, 250 ming, 300 ming so'm sotilib turgan ablisopkamizda Ramazon oyi uchun obunachilarimiz uchun bizni hurmat qilib like paddishga qo'llab-quvvatlab turadigan obunachilar uchun narx nech pul o'ylaysizlar? Yozinglar ha. Qani kim birinchi aytadi? Narxini. Buni qaranglar. Mana shunaqa holatga bo'ladi. 200, 250 ming, 300 minglab, 400 minglab sotishadi. Biz faqat obunachilarimiz uchun 110 ming so'm qilib qo'yamiz. Nima deysizlar shunga? 110 ming so'm nima deyapti? Buni qaranglar turishini. Malibiknikidan ko'rsatvoring. Malibikniki. Keyin yana qanaqadir ablisopkalarimiz bor. Ha, boshqa mashinalar yo'qmi deganlar uchun Gentra, Tracker, Spark, Nexa 3, Gentra, Nexa 2, Lacetti, Onyx hamma mashinalar uchun ablisopkalar kelgan. Bir oy davomida aksiya narxlarida xarid qilsangiz bo'ladi. Sog' shavet, omon shavet.